qurbonlikka bir qo'y kerak edi, yaxshi semizidan. Bo'ldi, qilib beramiz. Chiroyli, pokiza boqib qo'ygan oq qo'ylarimizdan bor, mashradan qilib beramiz. Sizlarda yetkazib berish xizmati ham bormi? Bizda olib borib, so'yib, chopib, razdelka qilib, yetkazib berish xizmatlari ichida. Bitta rishotka damashq tuxum hadya ham qilib beramiz. Tuxum ham bor deng. Tuxum ham bor. Bu вообще zo'ru. Men bo'lmasa to'lovlarini qilaman. Bo'ldi aka. Yetkazib berasiz. Kelishding. Xo'p bo'ladi. Rahmat. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Ha, onasi. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Assalomu alaykum, adasi, yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Qani, qurbonlikka yuborgan qo'yim yoqdimi? Qanaqa qo'y? Boya jo'natib yubordimi? Yo'q, hech kim qo'y olib kelmadi. Voy, ha, boya o'zi hayron bo'luvdim. Qo'shnimizga kimdir qo'y olib keldi. Menimcha adashib olib kelib tashashgandir. Boring adasi, qo'yimizni olib chiqing. Mayli, men hozir. Qo'shni, kim bor? Keling. Assalomu alaykum. Qo'shni, yaxshimisiz? Ha, qo'shni. Bugun xursandsiz? Alloh mehribonchiligini ko'rmaysizmi? Uyimizga anchadan beri go'sht kirmasdi. Bugun bir saxiy inson ismini ham aytmasdan qo'y hadya qilib jo'natib yuboribdi. Bolalarning xursandchiligini ko'rmaysizmi? Kiring, uyga bir yaxshi ovqat qilib gaplashib o'tiramiz. Xudo xolasa keyingi safar. Chiqing. Adasi, nima bo'ldi? Nega qo'y olib kelmadingiz? Yonimizda shundoq muhtoj qo'shnimiz bor ekan, bilib yurgan ekanmiz. Ularni ko'rib, xursandchiligini tortib olgim kelmadi. Ertaga o'zimizga boshqa olib kelaman. Mayli, yaxshi qilibsiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Kecha qo'ylaringiz dastlabki chiqazib bergan edi. Yuborgan qo'yingiz juda ham joyiga, o'rniga boribdi. Shunga yana bitta qo'y kerak edi, keldim. Ha, aka. Kecha kech payt kelayotgandik, bir bahs hodisiga duch keldik. Molimizni ham, jonimizni ham Allohning o'zi asradi. Shuni shukronasiga ertalab kelgan birinchi xaridorimizga Allohning yo'lida bir qo'y niyat qildim. Shu qo'y sizga nasib. Subhanalloh. Alloh bunchalar mehribonsan. Saxovat beshi insonlarni o'z panohida asrab, o'zi qo'llab-quvvatlab yuraversin. Qadrdonlarim, Qurbon hayiti barchamizga muborak va xayrli bo'lsin.